Assalomu alaykum qadrli parvoz aka-ukalar. Hamma yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Xo'p. Bugun havo Xudo xolasa juda chiroyli ekan. Bitta haydab ko'ramiz endi kaptarlar. Odatim mana shunaqa ikkita-ikkitadan uchiraman. Kaptar ozrog'i tushsin desam, keyin gala qilib uchiraman. 8 dan 10 tani birdaniga haydayman. Agar uzoq uchishini xohlasam, mana shu bir jupdan chiqaraman, rosa ko'tarilib kichkina kapalaydi yo'q bo'lganda tagidan yana ikkita haydayman. U ham rosa ko'tarilganda yana tagidan ikkita haydayman. Mana ular bu moda bunisi nar ekan. Juda chiroyli par bo'lgan kaptarlar. Aka singil juplasa bo'ladi, aka singilda ham bola olsa bo'ladi bemalol. Ota boladan olib bo'lmaydi. Xo'p. Nar eski 2-3 yildan beri boqaman. Modaga ham 1 yil bo'lib qoldi. O'tgan yil shuna erta bahorda chiqqan, o'rtog'imdan bular tuxumi chiqqan, olib chiqqanman. Mana ko'kcha moda. Xo'p. Kaptarda ko'zini gapirib bering, ko'zini ayting deyapsizlar. Kaptarda o'zi tabiiy oq ko'zi bo'ladi, kamagar qizil ko'zga chachishib chiqqani bo'ladi. Endi bizda Andijon urug'ida chil ko'z deydi uni. Chil ko'z kaptar ham uzoq uchadi, toza oq ko'z kaptar ham uzoq uchadi. Buni nari yo'qolgan. Bunga qo'shyapman hozir. Metta qizil kalsovdi jupi modasi bor. Yaqinda bir oy cho'p bo'ldi. Buni olib kelganman. Yozib buni yechib qo'shib uchiramiz buni ham. Ko'zga keladigan bo'lsak, bularda ko'pini qonida qizil ko'z kamagarda qoni bor. Jonsira zot bor. Jonsira zotni ko'zi ham toza oq bo'lmaydi. Haqiqiy toza jonsiranikiga oq bo'ladi xolos. Keyin bundaqa gibridlashib Pokistonga qo'shilsa, ko'zi ozgina qizaradi. Tedida ko'zi toza oq bo'ladi. Ko'zi toza oppoq, toza kaptar, ortiqcha tepada ham uchadi. Ko'zi toza deyishimga sabab, qoni ham toza bo'ladi kaptarda. Qoni toza kaptar yaxshi, miyali kaptar bo'ladi. Hamma zotda ham shu. Ko'zi qizargan, boshqa bo'lgan bo'lsa, o'sha ichcha ozgina ayniga aralashgan qon bo'lib bo'ladi. Bular qizil ko'z kamagardan chiqqan. Tabiiy o'zi shunaqa ko'zi. Mana moda, mana uni bolasi. Narda bitta ukam bergan, o'tgan yili bergan, yaxshi o'rgatib uchiryapman. Yoradi nar. Men u modani qo'shdim, ish ko'rsatib yorgan yo'q. Endi tuxum qo'yayotgani uchun majbur ushlab yuribman hozircha. Endi qo'yib, sal bo'shab olsa, xotirjam bo'lsa haydab ko'raman qattiqroq. Yaxshi uchmayapti kaptar. Bular ishonchli. Moda zo'r o'ynab uchadi pastdagi, nar o'ynamay uchadi. Aytdaligi. Mana u narda bolasi. Mana u narda bolasi. Asha. Sindir bor. To'liq. Xo'sh. Mana tediydi ko'zi oppoq. Bekasi ham oppoq. Kaptarda o'zi ingichka. Qanati ham uzun. Ushlaganingizda ham qo'lingizda ham qattiq turadi. Mana ular. Dedi bu ancha oldin kelib qolgan ushalgan rosa uchirdim. Keyin qishda ham yaqinda ham uchirayotganimda ham ish ko'rsatyapti. Keyin yana qiyib qo'ydim. Qiyig'icha ham, yulug'icha ham uchayotdi. Endi uchalmaydigan qilib qo'ydim. Mana modaga qo'shib berganman hozir. Bu chujoy. Buni hali beri yechmaymiz, ushlab turamiz. Yosh o'zi-yu. Kechagi rampuri. Mana sharoit kaptarlarga mashga bolalaydi. Mana shu modaga unarni qo'shib qo'yish kerak. Endi ichcha ozgina moda ham tezliksa keyin qo'shaman deyapman. Hozir mana modani qanotini bitta ko'rsatib beraman sizlarga. Qanaqa qilib baylashimni. Mana kaptarni qanotini men bunday qilib tikaman. Hozir bitta mashina metni o'zini ussam, hamma qanot bo'shab ketadi. Buni
iloji boricha aqli yetgan odam qilsin. Bo'lmasam yinaqadagi ilib berganlar yaxshi. Qanoti urinib ketsa ham shu yinaqadagida yurgani yaxshi. Buni yechib olish oson. Mana kaptar yechdim. Xo'p, kaptarlarni men alohida qilib haydashni yoqtiraman. Hozir bugun endi soat ham obed bo'lib qoldi. Bularni iloji boricha endi hozir 5-6 tasini bitta qilib uchiraman. Agar ertalab bo'lganda ikkitadan haydardim. Uzoq uchadi shunda kaptar. Galadan ko'ra tevada ham uzoq uchadi shunda ikkitadan haydasa. Hozir borini chiqarib, yangi ham geçdi hozir. Borini chiqarib haydab ko'ramiz. Mana shu yerdan ma. Oy. Makonchalarimiz jang qilyapti. Don yegan yo'q kaptarlar o'sha kech payt ko'rganlaringcha yeganicha don. Shu bilan endi hali asrda yeyishadi endi. Bir 3 so'm hozircha. Yettita bo'ldi mana. Hozir bitta haydab ko'ramiz. Yangi ham bor ichida. Shu moda ozgina qiyin uchyapti o'ynagani uchun. Hut. Yo, haydayapman. Yettita haydadim mana. Shu boshida uchayotgan mana shu yangi yechgani mana o'zi. Kaptarni qanot qoqishlari yaxshi, xudo xolasa ko'z tegmasin. Hali uchmayapti degan ko'kim mana. Tuxumi bor, hozir bittasini qo'yibdi, bittasi belida endi. Hali chiqib ketyapti mana, ajrab chiqib ketyapti degan ko'kim mana. Sirraz ajrashni boshladi. O'zi buni nari ham zo'rida yo'qolib qoldi. Ozgina kaptar qanoti yozilguncha kutarkanmiz, endi 1-2 kun yengil haydab turib. Yo'liga o'ynaydigan u qopdi modacha. Dimalanib qopti-da kaptar. Seroyin bo'lib qolganiga, ani qorlar yog'ganiga baylab qo'ydim kaptarni. Endi bugun kecha yechib berdim. Ali moda mana qo'ndi. O'zi beli ham shunday ishib turibdi, mana bilinib turibdi belida tuxumi borligi. Qolgani uchyapti, sekin ko'tarilyapti kaptarlar. Mana ko'k. Kaptar boshida lenta o'ynab, dumalab yurdi. 10-15 kun yaxshi haydadim. O'zi mana o'zimnikilarni ham ustiga chiqib uchaman deyapti kaptar. Sol janog'i. Shu moda juda chiroyli o'ynayapti, uzun tiyaga bilan chiqyapti. Mana haligi yangi. Kaptarni qanoti ozgina uyushibdi-yu, xudo xolasa sekin haydab tursa yozilib ketadi. Bu bir siqim patendaki ukalar. Bugun zo'r uchmasligi ham mumkin. Lekin haydab tursa sekin yozilib chiqib ketadi, ochilib ketadi kaptarlar. Asosiy liderlardan endi bitta baylarda ishonib turganlarim mashi bir jupim bor. Qizil kalsoniylar, ya'ni ko'k boshlar. Uni ikkita bolari, xullas. Uchib turibdi har holda kaptarlar. Yaxshi.